Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati Suratash dalasida ob-havo zo'r, +gradus. Bahor bo'lib ketgan odamlar tomini ochib, yangi solgan tomiga uyiga ulayapti. Andijonda esa qish. Bugun 11-yanvar 2026-yil. Shunlarning qoq o'rtasida ishlarimiz jadallik bilan ketyapti. Ko'pchilikda shunaqa balkonni ko'tarib qo'yiladi, chiroyli chiqish uchun. Shunda shuni cho'qqisi, mana tomni cho'qqisidan ko'tarilib ketyapti deb pasaytirishni payda bo'lishadi, lekin bunga chiroyli yechim bo'lgan. Ko'tarib bemalol ko'tarib qilinadi. Mana bu joyiga soy qo'yib qo'yamiz. Manadan kelgan suv ichiga oqib chiqib ketaveradi hamda ishlashga qulay, hamda chiroyli bo'ladi. İşlerimiz tunukiga tayyor, tarnovlarimiz tayyor bo'lyapti. Buni tarnovlarni, kamarlarni kanshtel deb qo'yishadi. Kashkul deb boshqa viloyatlarda, Andijonda kamar deymiz. Shular ham muammo bo'ldi, Andijondan olib o'tdik. Xudo xolisa tarnovlarni tayyormiz, tunikalarini. Qatirish jarayonini ham qo'yib boraman. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolar qo'yib boraman.